Bugungi videoda bize ChatGPT bergan 10 ta eng qiyin futbol topshiriqlarini bajarib ko'ramiz. Birinchi shartimiz jonglyor to'pni yerga tushirmasdan 30 marta. İkinci şart bizde cross var. Kuzatib boramiz. Like bosib obuna bo'lishni unutmang. Sana shuning uchun weak foot chap oyoqda gol urishim kerak. Davay. Gol. Hozir to'ylasam like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Aylanib penalti tepaman, gol ura olamanmi yo'qmi kuzatib boring. Bu aniq qiziq bo'ladi. Gol bo'ldi. Eslatib o'taman. Shu vaziyatdan keyin to'pimiz yorilib qoldi. Shuning uchun davomini ham shu kelgan joydan tomosha qilishingiz mumkin. Like bosib obuna bo'lib qo'ying. Agarda videoni shu joygacha tomosha qilgan bo'lsangiz, 17 raqamni kommentariyada yozib qoldiring. Sizga qaysi zarbam ko'proq yoqdi? Buni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Golmi yoki yo'qmi? 3 gacha sanagunimcha buni yozib qoldiring. 1 2 3. Endi esa javobingiz to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Buni ko'ring. Videomiz tugadi. Keyingi video nima haqida bo'lishini albatta kommentariyada yozib qoldiring. Har bitta kommentariy va like shart yozib qoldiring kommentariyada. Buni bajarishga harakat qilaman. Hammaga